kecha kanalimizga qo'ygan Gentra'mizni sotdik, olgan odam. Ko'pchiliginglar taniysizlar. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, Avtoolam uz kanalini, Telegram kanalini muxlislari. Ravshan ukamga katta rahmat aytaman. Nuqul men aytardim. Katta mashina haydayman, lekin katta bolalarning mashinasini ola olmayman dedim. Ravshan baraka topsin. Katta bolalarning mashinasi mana shu Gentra'ni menga olib berdilar. Katta rahmat Ravshan. Umringiz uzoq bo'lsin. Xizmat qilsin. Ha, yaxshi mashina ekan, rahmat. Non-ponga chiqib turasiz-da. O'zlari ja kamtar insonlar. Usta, unaqa demang, usta. Sog' bo'ling. Mematiga ovoz bergan dublyaj san'ati ustasi, serqirra ijodkor, qahramon ekan Haydarov. 20 yillik qadrdonimiz. Bizdan mashhurlar. Agar mashina olishni xohlasanglar, mana shu Avtoolamga murojaat qilaveringlar. Hammasi zo'r bo'ladi. Sog' bo'linglar. Buyursin. Rahmat.